bitta oilada bachadon bo'yin saratoni ayol kishida kuzatilsa, ham ma'naviy, ham mablag' tomonidan, ham ruhiyat tomonidan qay darajada qimmatga tushishini tasavvur qilib bilasizmi? Bachadon bo'yin saratoni skriningi bu nima? Suyuqlik sitologiyasi tahlili qachon o'tkaziladi? Odam papilloma virusi PCR diagnostikasi nima degani? 1996-yil 9-iyulda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti butun dunyoga bachadon bo'yin saratonining eng asosiy keltirib chiqaruvchi qo'zg'atuvchisi odam papilloma virusi deb e'lon qilingan va aynan shu sababchi odam papilloma virusini topgan olimga Nobel mukofoti berilgan. Hozirgi kunda ona va bola markazimizda odam papilloma virusini eng yuqori texnologik laborator tekshiruvi yo'lga qo'yilgan. Bu polimeraz zanjir reaksiya tufayli aynan kelingan surtmalarning ichidan aynan o'sha odam papilloma virusining antigenini, ya'ni o'zining qismini qidiruvchi yuqori texnologik laborator tekshiruv hisoblanadi. Hozirgi momentda biz markazimizning laboratoriya qismida joylashganmiz va tumanlardan, ayollardan olingan tahlillar aynan shu markazimizga yetkazib kelinadi va laboratoriyamiz o'zi alohida tuzilgan qismida laboratoriya PCR laboratoriyasida ko'riladi. Ichkariga kiramiz. Laboratoriyamizda ko'rib turganingizdek, hozir aynan shu birinchi ishlov berilayotgan qismini ko'rmoqdamiz. Bunda markazimizning yuqori malakali shifokorimiz, laborant vrachimiz, bu Kalandarova Barno Adilbekovna oliy kategoriyali laborant shifokor hisoblanadilar. Ular maxsus aynan shu laborator qismi yuqori texnologik PCR laboratoriyani o'rganib kelganlar va hozirgi kunda markazimizda o'z faoliyatini davom ettirmoqdalar. Ko'rib turibsizlar, shu jarayon birinchi ishlovini berib bo'lgandan keyin bu keyingi etapga ular jo'natadilar. Barno Adilbekovna. Va keyingi etap o'sha bu juda steril xona hisoblanadi. Shuning uchun bizga ham bu yerga kirish mumkin emas. Maxsusdan olinadi va barcha tekshiruvlar juda jiddiy tekshiruvdan o'tkaziladi. Ana endi o'sha aytganimizdek, bizlarda ikkita natija kuzatilishi mumkin. Bu musbat, ya'ni odam papilloma virusi bachadon bo'yi skrining o'tkazilayotgan tahlillarda chiqdi degani va manfiy chiqqani degani bu ayolda aynan bachadon bo'ynidan surtma olinganda odam papilloma virusi yo'q degani. Bu degani bu ayolga yana 10 yil davomida bemalol yashash tarzini davom ettiradi va 10 yildan keyin unga qaytadan o'sha odam papilloma virusi tahlildan o'tkazish tavsiya etiladi. Ana endi musbat chiqqanlarda bu keyingi etap tekshiruvi suyuqlik sitologiyasi keladi. Bu laboratoriyamizning keyingi qismi hisoblanadi va shu tomonga o'tamiz. Ya'ni odam papilloma virusi tekshiruvda musbat chiqqanlarda keyingi etap tekshiruv suyuqlik sitologiya tekshiruvi o'tkaziladi. Buning uchun ayol qaytadan taklif qilinadi va ayolga tushuntiriladi. Sizda o'sha olingan surtmada odam papilloma virusi musbat chiqqan. Shuning uchun sizdan qaytadan suyuqlik sitologiyasi olinadi. Bunda o'zini maxsus shotkachasimon qismi bor. Nima uchun? Bular shotkasi bachadon bo'yindagi hujayralarni ilib oladi. Ilib olgandan keyin maxsus suyuqlikka joylashtiriladi. Mana shu suyuqlik bizning markazimiz laboratoriyaga yetkaziladi va aytgandek, keyingi etap suyuqlik sitologiya xonasida tekshiruv o'tkaziladi.
hozir ko'rib turganingizdek o'zini maxsus jarayonidan keyin hujayralarni maxsus apparatda ular elanib, o'zimizni xalq gapida tushuntirgandek, o'sha barcha hujayralar tozalanib mikroskopga chiqariladi va ular ichida o'sha papilloma virusi hujayraga qay darajada ta'sir qilganligini qidirib turibdilar. Ya'ni o'zgarish qay daraja ekanligini bular yozib beradi va shu ularni bergan xulosasiga qarab ayolimizga tavsiya beramiz. Ya'ni bu jarayon qo'rqinchli jarayon hisoblanmaydi. Bu ayolning sog'ligi uchun o'ta yuqori sifatli ma'lumot hisoblanadi. O'sha keltirib chiqqan ma'lumotdan keyin ayolga tavsiya qilinadi yoki ona va bola markazga kelib kolposkopiya tekshiruvdan o'tkazish aytiladi. Kolposkopiya tekshiruv o'tkazish nima maqsaddan qilinadi? Aynan hujayrasi o'zgargan to'qima o'zi olinadi va gistologiyaga jo'natiladi. Agar chuqur o'zgarishlar javobi kelsa, unda u ayolga yashil yo'lakcha orqali onkologiyaga tavsiya qilinadi. Shuning uchun aynan bachadon bo'yi skrining etaplaridan o'tish uchun barcha etaplar bu bizni hozirgi kunda 30, 40 va 50 yoshdagi ayollar taklif qilinadi va albatta o'sha tekshiruvda tez kunda boringlar va o'tinglar deb sizlarga biz tavsiya qilamiz.